gilamga. Biz to'yxonaga kelmadik-ku. Ha to'y ertaga, bugun ujin qilaylik sen bilan. Pulini beramiz, Shohruxxon seni yaxshi ko'radi. Shohruxxonmi? Sal shoshimanda shunga tegsam bo'lar ekan. Bori qolalaqa. To'y ertaga kim kiydirdi bunga oq ko'ylakni loy qiladi? Ha kim bu? Alqishma. Shohruxxon-ku jinni. Ha kiyib shunab chaqirasan. Pul berdingmi bunga? Ekskurs. Voy bil. Ibi kayvon yanga. Ya, Shohruxxonmi? Oilalang bolam, anglar to'ylarga yetkazsin. Maylimi, sizlarni ham anglar tortdim manglar. Mana qishloqdoshlar Shohruxxon akam bizdan tualetdan chiqdik. Ha, shu yerda ham olasizlarmi? Shu yerda ham olasizlarmi? Ichkarida olish kerak. Sal kibri bor ekanmi deyman. Sharmanda qilding odamni. Shatdan videoga olasanmi? Qara ichkarida videoga oldim. Qora gamash kiygan. Ha, qora ekan. Qora. Shohruxxonni qo'liga suv qo'yapman, qaranglar. Shuning o'rnini Anvar Sanoyev chaqirsang bo'ladi-ku. O'zing chaqirsa to'yingga qol. Chaqiraman. Sen to'yingga it ham kelmaydi. Shoha? Televizordan ko'ra hayotda ancha chiroyli ekansiz. Sal shoshibman-da. To'y qol. Bir qo'l qilasan. Shohruxjon mana shu yerdasan. Mana bu kim yotadi? Bu yerda mehmonlar yotadi. Nima san deb hamma ko'chada yotsinmi? Yot Shohruxjon. Olayman, yot. Tak, Shohruxxon yoniga kim yotadi? Yonida yotish 200 ming. Bo'ldi. 200 mingmi? 50 ming bersam bo'lmaydimi? 50 mingga quragini emasmisan ko'jon. 75 ming pulim bor. Bo'pti, oyoq tomonda yotasan, davay kir. Menda karta edi. Karta bilan borib Mirjalolni emas bilan yotasan. Bo'y qol. Qarorchi men ketdim bo'pti. To'yingga ham. Nima bo'pti? Men bir kunga to'yga kelganman. Bilaman Shohruxxon. Bizning maqsadimiz sen bilan ujin qilib, sen bilan yaqindan tanishishdi. Ketma Shohruxxon. Aka, men bilan ujin qilmoqchi bo'lsangiz, Mobius kompaniyasini 5-yanvargacha Mazda yangi yil tarifiga ulanib, men bilan o'sha ujinni yutib olsangiz bo'ladi-yu. Yo, shunday qilsa bo'ladimi? U tarifda ichida yana nima bor? Cheksiz qo'ng'iroq va megabaytlar. O zo'r ekan-ku. Men ketdim. To'xta Shohruxxon, bitta iltimosimiz bor. Shu kichkina bizneschamiz bor, kolbasa ishlab chiqaramiz. Shuni reklama qilib ber. Shu bilan qutulamanmi? Keyin ketasan. Ol, Abdulla akamning kolbasalari zo'r. O'rtoqlar, Abdulla akamning kolbasalari juda zo'r. Tatib ko'ring. Молодец, молодец. Hozir Allo. O'lgan mol? 3 kun bo'pti kolbasa ko'rsak bo'ladi? Amiz. Hey, nima deyapsiz? Videoni o'chiring, nimalar qo'shib tashlagansiz buning ichiga? Nima o'chiraman? Baribir sen meni kolbasamni yemaysan-ku. Sen baribir shaharda sifatli kolbasa yeysan. Yeysanmi menikini? Ha, kolbasa.